Xo'p, aziz do'stlar, qaranglar, hozir bu yoqda kardon bor ekan, yo'li chap tarafida turibdi. Orqadan turibmi, oldindan turibmi bilmadim, balki uchoq turgandir, tushunmay qoldim. Sababi men ko'rayotgan chap tomondagilar ko'proq mo'lyajga o'xshab turibdi. Yo, mo'lyaj emas ekan, bizning o'zimizni video fiksiatsiya bo'yicha ishlaydigan anaqa radar. Men hozir sizlarga uchoqni ko'rsataman. Bu bundan emas kardonlashmayotgan bo'lsam, menimcha katta ehtimol bilan Trafnoshka bo'lishga, chunki oddiy bizani video fiksiatsiya bo'yicha ishlaydigan radarga o'xshatdi. Mana hozir signal tushib boryapti, demak yaqin atrofda radar bo'lishi ehtimoli bor. Yoki o'shandan chiqib ekan. To'g'risi, anaqa nima ekan? Shubhali baribir, chunki bu joyga tushib bo'lmagan odam bu radarlarni bilmaydigan odamga qiyin. Lekin baribir mana hali ham teksan qo'yib yuborgani yo'q-da. Demak o'sha orqa tomondagi radarga ekan. Yo'q, orqa tomonda o'shanga berish yo'q. Yo'q, anaqa radar turibdi, ko'rdinglar, qancha uzoqdan aniqlab berdi. Chunki bilaman-da, u radar video fiksiatsiya edi. Bunisi video fiksiatsiya emas. Aynan boya ko'rganimiz eski tipdagi radar. Lekin bu yoqda ham anaqa belgi qo'yilgan ekan, belgidan keyin darrov o'choq qo'yib qo'ygan ekan. Mana. Lekin Qirg'izistonda juda yaxshi ishlar ekan shu radar. To'g'ri, X-kam Qirg'iziston juda ham yaxshi ishlar ekan, rostini aytadigan bo'lsam. Ko'rdinglar, men iloji boricha radarlarni ham o'rganib video qilishga harakat qilaman. Xo'p, bizda keyingi radar bo'lishi kerak, kardon deb bizga ogohlantiryapti. Lekin bu yoqda kardonni ham o'sha yoqqa qo'yar ekan, sizlarga ko'rsataman. Ko'ramiz hozir mana, hali ancha bor. Taxminan 500-400 metr bo'ldi. Hozir radar belgisi kelyapti, 90 ga o'rnatilgan mana bu yoqqa. Sekinlashib hozir. Посмотрим. Чуть-чуть повиннее. Ana sizlarga ko'rsataman hozir. Bu eski rossiyskiy radarga o'xshayapti, kardonga ham o'xshatmayman. Mana. Juda eski radar, bu eski turdagi kardonni yopib qo'yibdimi, bu haqda ham ma'lumot topaman. Bu yoq tarafdan ko'p ekan bu yoqda ham. Xullas bu haqda yana tushuntiraman. Yana bu istiqbol yo'lida ham ko'proq o'rnatilayotgandir balki. Xullas do'stlar, hozir men sizlarga bitta narsani ko'rsatmoqchiman hozir. Chunki bu yoqda statsion radarlar juda g'alati qo'yilgan ekan. Qatorasiga Holovitsni ham qo'shib tashlagan, Avtokonni ham qo'ygan, Hikkyuzni ham qo'ygan, aralash qurilishib qo'ygan. Sababini bilmoqchiman va o'zi o'rganish uchun to'xtamoqchiman. Chunki o'tgan safar tez o'tib ketib qolgandik, shuncha ko'rmay qolgandim. Har bitta mana qaranglar-da. Bu yoqdan ola qolay, chunki salgina mashinamiz laboy ko'rinar balki. Qaranglar, xo'p. Radarlar. Mana qora tomon shular Avtokon bor, Holovitski bor va albatta Hikkyuzniki bor. Yana bilan batafsil o'rganib sizlarga tashlab beraman. Endi biz yana yo'limizni davom ettiramiz. Baza bo'yicha hammasini ogohlantirib boryapti. Eng qizig'i tepada radarning qism turibdi-da. Ikkita oq. Aynan shu narsalar tezlikni o'lchaydigan narsasi. Bilmay qoldim. Bu yoqda o'zgacha tizimda ishlar ekan radarlar. Ayrimlar juda ham eski tizimda ishlaydigan radarlar hisoblanar ekan. SSRdan qolib ketgan, to'g'ri, Rossiyadan bilan qolib ketgan radarlar ko'pchiligi. Xo'p, mana bu yoqda statsion radar bor ekan, 60 ga qo'yilgan. Qanaqa tezlikda katta ehtimol bilan hozir ko'rmoqchiman, qanaqaligi yo'q. Bu yoqda ham xuddi o'shanaqa tizimda qo'yilgan. Qaysi kompaniyadan olishni bilmadim. Chunki bir-biriga aloqasi bo'lgan radarlar qo'yib tashlangan-da. Misol uchun yana bir bor ko'rsataman. Qaranglar. Mana chap tomonda mana Avtokon turibdi. O'rtada bilmadim qanaqasi bo'lsa. Men keyingisida albatta to'xtab, rasmiy tushirib o'rganib chiqishim kerak. Men qiziqdim radarlarga, ajab to'g'ri radarlarga. Ko'rish kerak bu narsani. Xo'p, aziz do'stlar, qaranglar. Bu yoqda uchoq juda ko'p ekan. Juda ko'p o'rnatilargan. Ancha ilgari sotolgan shekil, chunki men boya korobkasini ko'rgan paytim, korobkasi juda ham eski edi. Anchadan beri o'zini ishini, xizmatini yaxshi bajarib kelmoqda katta ehtimol bilan. Yomon emas. Yo'q, nimadir signal yo'qolib qoldi. Nima uchundir yo'qoldi. Yo'q, mashina ko'pligi uchun yopilib qolgan, ishlashni boshladi. Ancha ilgaridan ishlaganda. Haydovchilar ham harakat qilar ekan bu yoqda. Hamma joyda haydovchilar bir xilda qaranglar. Bu
Bu yoqda ham harakat qilyapti, bu yoqda ham harakat qilyapti. Ana bu bizani radar detektorimiz ogohlantiryapti. Ko'ramiz. Qanaqa qayerdan nima turgan ekan. Bizdan gapirardik o'zi boshqa davlatlarda ham radarlar soni keskin ko'p ekan azizlar. Mana bu yoqda olishga qo'yilgan ekan. Bu yoqda olishga qo'yilgan ekan radar. Har ikkalasi ham ogohlantiryapti. Yaxshi aniqlab berar ekan, lekin signalni juda uzoqqa borar ekan. Mana o'tdik. Xo'p, qaranglar, bu yoqda ham bitta uchoqni ko'rib qoldik. Megakamdir, tekshirasiz megakamga ekan, lekin ana qanaqa radarligini bilmadim. Men yana buni qidirib ko'raman. No, bir qiziq narsani aytib o'taman sizlarga. Bu yoqda uchoqlarni faqat tadbirkorlar qo'yar ekan. O'sha uchoqlarning oldida har doim oddiy forma kiygan, oddiy mashinada odamlar qo'riqlab turibdi-da. Birov sindirib ketmasin, urib ketmasin deb olinishga qo'yilgan. Juda uzoqdan aniqlaganda o'zi. Hozir ko'ramiz mana bu yoqda turibdi. Hozir asli yana ham yaqinroqdan ko'rsataman. Hozir uzr, ming bor uzr mana. Ay.